Bismillahirrahmanirrahim. Bir inson aytadi-da, ikki etaj uy solibman deydi. Ikkinchi etajga hali chiqib dem olmabman deydi. Ey tavba. Ikki etaj uy solib qo'ygan, ikkinchi etajga chiqishga vaqt yo'q-da. Har bir xonaga ishlatilmasa gilam, ko'rpacha, idish, tovoq zakotini berasiz. Bir yilda bir ishlatilmasa, kirmasa xonaga. Sap qo'ygansiz, dang'illatib charchagansiz, mehnat qilgansiz, sovuqni sovuq, kunni kun demagansiz-da. Biroq Allohning oldida javob berar ekanmiz-da. Nega? Ana shu ishlatmaganligimiz uchun. Mehmon kelsa kirib xonada bir marta bo'lsa ham o'tirib, ko'rpachada o'tirib, gilamga suyanib o'tirib, idish tovoqlarni ishlatib qo'yish kerak. Bo'lmasa zakotini berasiz. Do'stlari bir kishini uyiga ziyorat qilib borib, uy solgan ekanda, ikki etaj qilib yaxshilab soldi-da. O'zi Urmiyangada turadi, onasi bilan-da. Balası bo'lsa katta bo'lib qolgan, uylanish yoshidan o'tib ketdi. Do'stlari aytibdi, "Mana balangni yoshi o'tibdi, uylantirmaysanmi?" desa, "Onam" debdi, "Bu yoq bo'lib turib, onasini o'limini kutadiganlar bor ekanda. Bu yoq bo'lay deb turibdi. Onam bu yoqlik bo'lib qoladigan bo'lsa, undan keyin balamni uylantiraman" deb niyat qildi-da. Xudoning qudrati bir yildan keyin o'zi dunyodan o'tib ketib qoldi. Onasi hali tirik. Balasi uylandi, ana shu salgan uyiga kelib tushdi. Nima qildi? Mehnat qildi, o'zi ko'rinmay, davolanmay. Mana shu tanalar uchun javob beramiz ertalabdan oldida. Qaqshayib, og'riydi, sirqaydi, 60-70 ga kelganda bar badaningiz og'riydi. Azongacha 10 marta surilib, bu yoqqa qarab inqillab yotamizda. Bu tanaga hamdan berish kerak, Allohning oldida javob beramiz bizlar. Taat, ibodat bilan, yaxshi muomala bilan, mehrli, oqibatli yashaylik. Qo'shqanimiz bilan qo'sha qayraylik. Dasturxonimizga yaxshilab har bir narsani olib kelib qo'ying. Dunyo o'zin topiladi. Bu dunyoda yeyishlik, yaxshi yashashlik kerak bu. Salavergan bilan imoratni bir kun emas, bir kun dunyodan o'tasiz. Yashamasangiz, har bir o'g'il qizlaringizni xonalarga kirgizib yotqizishingiz kerak, rassab qo'ygan bo'lsangiz. Bundan ko'ra bolalarni o'qiting, qizlarni o'qiting, ilmlik, bilimlik bo'lsin. Bu Afrikadagi negerlar bilimi yo'qligidan suv chiqarolmaydi. Yerni ostida boylik ko'p, Angliya boshqa ellar kelib boyligini tortib, dunyosini olib ketdi. Bizlar ham qaloq bo'lsak, bilimsiz bo'lsak, boshqa yurtlarga borib ishlaymiz-da. Dunyo topamiz. Chet elda yurganlarga Alloh rozi bo'lsin. Bola chaqasini haloldan boqyapti. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yurganda yo'limiz bo'lsin, qidirata yo'ldoshimiz bo'lsin deydi. Amon sog' bo'laylik. Mehrli, oqibatli bo'laylik. Bolalarimizga yaxshi ta'lim, tarbiya beraylik. Bu ko'zimiz ochiq ekanligida Allohni taniylik. Qisqa umrda yaxshi yashaylik. Ertaga afsus nadomat qilmaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.